Chaqaloqlarda va homilador ayollarda irsiy genetik kasalliklarni tekshirish bo'yicha skrining bo'limi ish olib boradi. Hozirgi tekshirayotgan analizimiz bu fenilketonuriya kasalligi aniqlash bo'yicha o'sha roddomda har bitta tug'ruq komplekslarida tug'ilgan chaqaloqlarni 3-4 sutkasida tug'ilgandan tovonidan qon olingan holatda bizga suxoy petno jo'natadi. Mana shuni tekshirib, fenilketonuriyaga xavf guruhlariga aniqlanganda ularni yana qaytadan tekshirib, dispanser nazoratiga olamiz va ularga genetiklar tomonidan shifobaxsh gidrolizatlar beriladi. Bu chaqaloqlarda va homilador ayollarda genetik va irsiy kasalliklarni tekshirish uchun maxsus Finlandiya Respublikasida ishlab chiqarilgan Vektor Delphi apparatimiz bo'lib, bu viloyatimizda yagona hisoblanadi va bizning markazimizda. Bunda o'sha chaqaloqlardan 4 xil kasallikka, ya'ni mukovitsidoz, fenilketonuriya, tug'ma gipotireoz kasalliklarga tekshiriladi. Bundan tashqari homilador ayollarda 11-13 haftaligida PAP analizi va 18-20 haftaligida AFP-HGC analizlari irsiy genetik kasalliklarni aniqlash uchun mana shu maxsus apparatda tekshirilib, xulosa beriladi.